Avengers! Assemble. Okay. Xo'p, qarang. Birdan 20 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket bitta son kabi yozilsa, ya'ni mana shunday qo'yilsa, necha xonali son hosil bo'ladi deyilyapti. Bu oldingi misoldaqa ishlanmaydi. Bu boshqa ishlanadi. Qarang. Отдельно oladi. 1 dan 9 gacha. 9 ta raqammi? Yo'q, 9 xonali degani. Hop, 10 dan 19 gacha 10 ta son bor. 10 ta son necha xonali? 2 xonali degani bu degani 20 ta raqam deganimi? To'g'rimi? A endi 20 ni ham qo'shsam, yana 2 ta raqammi? Mana shularning hammasini qo'shib qo'yasiz. 20 qo'shilgan 9 qo'shilgan 2. Demak, necha bo'lar? 31 xonali son bo'ladi. Savollar tushunarlimi? Biz xona sanagan bilan bu misolimizni yechilish yo'li turli. Tushunarlimi?